Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirlar, şiddet bilen atselir, Hemze Halit Museb'dek, şir yürek oğlanları. Abu As ibn Rabiya. Abu As manga rast gap qildi hamda va'da berib vafo qildi. Payg'ambar alayhissalom. Abu As ibn Rabiya kuch-quvvatga to'lgan, qaragan kishini mabtun qilgudek jazbidorlikqa ega navqiron yosh bo'lib, uningga omad o'ng ko'z bilan qaragan. Uni yuqori martabaning zarboblari o'rg'a edi. U o'zida yetilgan faxrlangidek xislatlari, vafodorlik va insonparvarlikdek oliyjanobligi, ota bovlardan qoldirilgan yuz obro'yliq martabasi uni arab chavandozlari ichida alohida bir namunalik shaxsga aylantirgan edi. Abu As Qurayshlarning tijorat dasturidagi qishliq va yozliq tijorat qilishning eng yaxshi tijorat yo'lini miros olgan bo'lib, uning tijorat karvonlari Makka bilan Sham oraliqida qish-yoz to'xtamay qatnab turardi. Uning karvoni 100 to'yga va 100 odamdan tarkib topgan cho'ng tipdagi bir karvon bo'lib, Abu Asning rostchilligi, vafodorligi va aql farosatini sinoqdan o'tkazgan Makka ahli uningga ishinib, uning tijoratiga o'z mablag'larini qo'shgan edi. Payg'ambar alayhissalomning ayoli uning hammasi bo'lib, Xadicha onamiz uni xuddi o'z o'g'lidekla yaxshi ko'radi. Muhammad alayhissalomning Abu Asga bo'lgan muhabbati Xadicha onamizdan qilishmaydi. Yillarning o'tishi bilan Payg'ambar alayhissalomning cho'ng qizi Zaynab bo'yiga yetib, xuddi po'raklab ichilgan guldek xushbaroq chechishga boshladi. Uningga Makka mo'tavarlarining dillari talpinishga boshladi. Ular nima uchun uningga ishtiyoq bog'lamasin? Chunki Zaynab nasabi va martabasi jihatda Qurayshlarning eng esli. Ota-onasi bo'lsa Makkaning eng hurmatga sazovor kishilari. O'zi bo'lsa adab axloqda ota-onasining go'zal axloqlari bilan xuluqlangan tursa, ular uni qo'lga keltirishga qandoqmi talpinmasin? Shundaqla uni qo'lga keltirishga qandoqmi jur'at qila olsin? Ularning jur'at qila olmasligining yana bir sababi Zaynabning hammasining o'g'li bo'lgan Abu As ularning oldini to'sib turgan cho'ng bir to'siq edi. Zaynab bilan Abu As to'y qilib, oradan uzun o'tmay Makka zemini parlaq ilohiy nur bilan nurlandi. Allah o'z rahmatining nishoni bo'lgan Muhammad alayhissalomni insonlarga haqni yetkazishga, o'z yaqinlaridan boshlab kishilarga Allohning azobidan ogohlantirishga buyurdi. Uningga iymon keltiruvchilarning tundisi Xadicha onamiz bo'ldi. Uningdan keyin qizlari Zaynab, Ruqiya, Ummu Kulsum va texi xilili kichik bo'lgan Fatimalarmo iymon keltirdi. Ammo uning kuy o'g'li bo'lgan Abu As ota-bovlarining dinidan ayrilg'usi kelmaganligi sababidan o'zi chin dilidan yaxshi ko'rgan va eng sodiq muhabbatini beg'ishlagan ayoli qabul qilgan dinni qabul qila olmadi. Qurayshlar bilan Muhammad alayhissalom o'rtasidagi ziddiyat o'tkirlashganda, Qurayshlar o'zaro bir-biriga tapitani qilishib, "Qo'yinglar sizlar Muhammadning qizlarini o'g'illaringlarga elib berib, uning hayvasini texim ko'taryaptinglar. Navoda ularning qizlarini qo'ydirib uning hayvasi sunatdi" deyishdi. Ular bu fikrlardan suyunib Abu Asning qishig'iga kelib, "Ey Abu As, ayolingni taloq qilib, uni dadasining uyiga ketkizayotgan. Biz seni Qurayshlarning ichidan eng chiroyli va eng yaxshi ayollari bilan o'ylab qo'yamiz" dedi. Buningga javoban Abu As, "Alloh bilan qasamki, men ayolimdan hargiz ayrilmayman. Dunyodagi har qanday ayolni uningga teng qilmayman" dedi. Muhammad alayhissalomning Zaynabdan boshqa ikki qizi Ruqiya bilan Ummu Kulsum taloq qilinib qaytarib yutilgan edi. U ikkisining qaytib kelganligidan Payg'ambar alayhissalom aksincha suyunib ketdi. U Abu Asningmo Zaynabni qaytarib berishini umid qiladi. Lekin bu chog'larda mu'min ayollarning mushrik bilan nikohlanishi teqchaklanmagan bo'lg'ashqa, buningga uni majburlay olmaydi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilgan, islom dini kuchaygan, Qurayshlar bilan musulmonlar o'rtasida Badr urushi yuz bergan chog'da
Abu Asmo bu urushga chiqishga majburlangan edi. Badr urushining natijasi Quraysh mushriklarga nihoyat og'ir bir mag'lubiyat va xo'rliq ilib kelib, ularning burnini to'pig'i milidi. Haddidan oshgan azg'unlarning hayvisi qattiq yerga urilib, ba'zilari o'ldirilsa, ba'zilari asirga tushdi. Yana ba'zilari bo'lsa, rasvolarcha qochib qutuldi. Asirga ilinganlarning qatorida Abu Asim bor edi. Payg'ambar alayhissalom asirlarning o'zlarini qutuldirishi uchun to'laydigan to'lam pulining chekini to'xtatib berdi. Bu to'xtam miqdori asirlarning qavmi ichidagi martabasi va boyligiga qarab 1000 dirhamdan 4000 dirhamgacha qilib bekitilgan edi. Makka bilan Madina oraliqida o'z urug' tuqqanlarini qutqizish uchun to'lam pullarni ko'tarishib kelib ketayotgan elchilarning oyog'i uzilmaydi. Zeynabmo Abu Asni qutuldirib olish uchun bir elchini to'lam puli bilan birga avatdi. Uning avatgan to'lam puli ichida uning to'yi bo'lgan kuni onasi Xadicha uningga sovg'a qilgan bir bo'labkun bor edi. Bu bo'labkuni ko'rganda Payg'ambar alayhissalomning muborak yuzini qayg'u alam qopladi. U qizig'ish og'rib sahobalarga: "Zeynab bu mollarni Abu Asning to'lam puli uchun avatibdi. Agar sizlar uning eri Abu Asni qo'yib berishni, bu mollarni o'ziga qaytarib berishni to'g'ri ko'rsanglar, shunda qilinglar", dedi. "Bo'ladi, ey Allohning payg'ambari. Seni rozi qilish uchun bizdan nimani talab qilsang, shuni qilishga tayyormiz", deb javob berishdi sahobalar. Lekin payg'ambar alayhissalom Abu Asni qo'yib berib etib, uning Makkaga borgan hamon qizi Zeynabni Madinaga yo'lga silib qo'yishni shart qildi. U Makkaga qaytibla va'dasiga vafo qilib, ayolini dadasining elchilariga topshirib berish uchun tayyorlanishga buyurdi va ayoliga dadasining elchilarining Makkadan yiroq bo'lmagan bir joyda uni saqlab turayotganligini aytdi. U ayolining safarga loyiq oziq-tulikini va uloqlarni tayyorlab, qarindishi Amr ibn Robiyani ayoli Zeynabga hamroh bo'lib, uni saqlayotgan kishilarga saq-salomat topshirib berishga buyurdi. Amr ibn As o'qiyasini dolisiga ortib, o'qdan ilib, yangisi Zeynabni kajuga o'ltirg'izib, ko'p kunduzla Makkadan yo'lga chiqdi. Uni kishilarning ko'z oldida ilib mang'ashqa, kishilar tavrinib ketdi va bu ikkisining oldini to'sib Zeynabga tahdid soldi. Bu chaqda Amri o'qiyasini batlab ularga: "Alloh bilan qasamki, kim Zeynabga yaqinlashadi ekan, uning jinini olaman", deb kishilarni chekindirdi. Chunki u atgan o'qi xato ketmaydigan margan edi. Bu chaqda kishilar orasidagi turgan Abu Sufyan oldiga chiqib: "Ey qarinishimning o'g'li, qurolingni yig'ishtir, biz so'zlashayli", dedi. Amir qurolni yig'ishtirib oldi. Abu Sufyan uningga: "Sen yaxshi qilmading. Sen Zeynabni kishilarning oldida ochiq-oshkor ilib mangsang qandoq bo'lg'ini? Arablarning hammasi bizning Badrdagi mag'lubiyatimizni va Muhammadning qo'li orqali bizga yetgan ziyonni biladi. Sen mushundoq ahvolda Zeynabni xalq olam oldida ochiq-oshkor ilib mangsang, boshqa qabilalar bizni qo'rqinchoq, yaramsizlar deb sanliq qilmamdi. Sen hozircha Zeynabni qaytarib ketgan. Kishilar Zeynabni qaytarib ketdi deb o'ylaganda, ondan uni yoshirin ilib chiqib, dadasining elchilariga topshirib bergan. Bizning uningga hojatimiz yo'q", dedi. Amir buningga ma'qul bo'lib, Zeynabni Makkaga qaytarib keldi va uni oradan bir qancha kun o'tganda kechasi ilib chiqib, payg'ambar alayhissalomning elchilariga topshirib berib qaytib keldi. Abu As ayoli Zeynabdan ayrilgandan keyin Makkada bir mezgil turdi va Makka fath qilinishdan sal ilgari Shamga tijoratga bordi. U 200 to'yga va 175 odamdan tarkib topgan karvoni bilan Makkaga qaytishida payg'ambar alayhissalomning qo'shinlaridan biri Madinaga yaqin bir joyda uning karvonlarini to'sib, karvonlarni oldiga silib haydab mangdi. Lekin Abu As qochib ketib, qo'lga tushmadi. Kecha kelib, qorong'ulik o'z pardasini tashlaganda, Abu As qorong'ulikdan foydalanib yoshiringan va ehtiyot qilgan holda Madinaga kirib, Zeynabning uyiga keldi va uningdan panohlik tildi. Zeynab uningga panohlik berdi. Ertasi atdiganda payg'ambar alayhissalom bomdod namozi uchun masjidga chiqib, mihrobda turib namoz uchun takbir o'qiyotganda, Zeynab ayollar orasida turib: "Ey xaloyiq, men Muhammadning qizi Zeynab. Men Abu Asqa panohlik berdim.
sizlarmi uningga panohlik beringlar, deb to'yildi. Payg'ambar alayhissalom namozdan keyin salom berib bo'lib, kishilarga qarab, "Men anglaganni sizlarmi angladinglarmi?" deb so'radi. Kishilarning hammasi, "Ha, angladik" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom uyiga qaytdi va qizi Zaynabga, "Siz Abu Asni hurmatlang, lekin shuni bilingki, u sizga halol bo'lmaydi", dedi. Ondan u mol va odamlarni o'lja olgan sahobalarni chaqirib, "Sizlar Abu Asni bilasizlar. Sizlar uning mollarini g'animat oldinglar. Agar sizlar yaxshilik qilib, uning mollarini qaytarib bersanglar, biz yaxshi ko'radigan bir ishni qilgan bo'lsizlar. Navoda qaytarib bermayman desanglarim mayli. Chunki u sizlarga Alloh bergan g'animat. Sizlar uningga haqliq", dedi. Sahobalar, "Ey Allohning payg'ambari, biz u mollarni qaytarib berayli", deyishdi. Abu As mollarni qaytarib olg'il kelganda, sahobalar uningga, "Ey Abu As, sen Qurayshlar ichida hurmatga sazovarsan. Sen ham payg'ambar alayhissalomning tog'asining o'g'li va uning kuyovlisan. Sen iymon etib musulmon bo'lsang, biz sana bu mollarning hammasini bersak. Sen qishingdagi Makka ahlining bu mollardan foydalanib, biz bilan bu yerda qolsang bo'lmamdi?" dedi. U, "Sizlarning meni bu yangi dinga o'z dinimdan aldamchilik bilan chaqirishinglar nima degan yomon?" deb javob berdi. Abu As mollarini ilib, karvoni bilan Madinadan yurib ketdi va Makkaga beribla har bir haq egasining haqlarini ado qilgandan keyin, "Ey Quraysh xalqi, menda biror singlarning haqqi qoldimi?" deb so'radi. "Yo'q, sana Alloh yaxshi mukofot bersin. Biz sening intayin vafodor ekanligingni bildik", deyishdi. Abu As ularga qarab, "Men sizlarning haqqinglarni berib bo'ldim. Endi bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik beraman. Alloh bilan qasamki, mening Madinada Muhammad alayhissalomning qishida iymon keltirishimdan faqatla sizlarning meni mollarimizni yeb olmoqchi bo'lib, shu bahonani topganmikin deb gumon qilib qilishinglarla to'sib qolgan edi. Mana endi Alloh oldida sizlarning haqqinglarni ado qilib bo'lganimda va ustimdagi mas'uliyatni ado qilib bo'lganimda musulmon bo'ldim", dedi. Shuningdan keyin u Makkadan chiqib payg'ambar alayhissalomning qishiga keldi. Payg'ambar alayhissalom uning kelganligidan nihoyat xushal bo'ldi va uningga ayoli Zaynabni qaytarib berdi. Payg'ambar alayhissalom doim, "Abu As menga qilgan so'zida rostchil bo'ldi. Menga qilgan va'dasiga vafo qildi", deydi. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.